Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugungi o'yinimizda Urganch City'da yangi Xorazm ko'chasida shunday ajoyibot qurilgan 5 qavatli binolarimizni 5-qavatida remontdan chiqqan tayyor 77 kvadrat metr bo'lgan 3 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, remontdan chiqqan hamma fasad qismi ham, kvartiramizning ichki qismi ham remontdan chiqqan, ichida jihozlar bilan sotiladi. Domimizda oldinda parkovishli messalari bor, yetarlicha kattalar uchun dam olib o'tirmoqqa besedkalar, farzandlar uchun o'yingohlar, zilonli zonalarni ham ega bo'lgan ajoyib bir domimizda kvartiramizni sotib olib chiqartirasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz. Dokument ham 100% tayyor ekan. To'g'ri oldingiz o'tadi. Kelib savdosini qilib, to'g'ri notarsa getsangizlar ham bo'ladi. Gaz, suv, bundan kun muammosi yo'q. Bilasizlar, Urganch City'ni o'zindasizlar. O'zini bog'chasi ham, maktabi ham, poliklinikasi ham, o'qishdan ham ega bo'lgan kichkina bir shaharcha hisoblanadizlar. Xonadonimiz 77 kvadrat metrdan tashkil topgan ekan. Remontdan chiqqan ichini jihozlar ham ba'zilar. Urganch City'da yana shu domlarimizni 5-qavatida. Yurib turganingizdek, bu yerda plashatkalar ham bor. Farzandlar uchun bir begar vaqtda bir o'ynab yurmaklarini azlar. Azlar qani ketdik esa birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tsak. Azlar 5-qavat ham yetib keldik-na. Bir qavatda 3 xonadon ekan. Shu o'ng tarafimizda xonadonimiz Yevrozamirdan chiqib turibdi. Ishlarimiz ham koreyskiy ajoyib sifatli ishlardan qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Xonadonimizga kirgandan beri prixojniy zonasi, yeng koridor joyi bo'ladi. 3 xona 77 kvadrat metr bo'lgan remontdan chiqqan xonadon. Ichida barcha jihozlar bilan sotiladi. Ajoyib tayyor xonadon. O'zlari yashiman degan maqsadda sifat atib, chiroyli qilib remont qilganlar. Kirganda bu yerda pirxoshkalar ba'zilar, oyoq tiylari gilamlar ham yaxshisidan to'shalgan. Oyoq tiylari 100% tepli pol. Yine doполнительный registr to'shab tashlab ketganlar. Xolos, registr qo'yib, registrdan qizirsangizlar ham bo'ladi o'zlari. Bu yerda uголоклар, rakovina ham ixchamasidan qo'yganlar. Kafillar qilingan. Bu yerda elektrik avtomatlari ba'zilar. Chiroyli mebellar ham o'rnatib qo'ydilar. Bu yerda mayda qo'yish uchun azlayning. Ajoyib bunda oboylar mo'yishi oboylardan atachinto oboylardan patolog qismi natija bo'lgan. Ishlarimiz hammasi ajoyib sifatli MDF ishlardan qo'yilgan. Bu yerda oshxonamiz, kattalar uchun spalni, sanuzel, zal qismi, детский spalnida joylashgan azlar. Hamma qoldi, hech nima olib ketilmaydi. Ondan bo'lsin deb azlar o'ng tarafdan boshlayveramiz. Bu yerda oshxonamiz, keng tushgan bir ham kuxinni mebellari, xolodilniklar, toza gaz plita, vichki ham toza. Bu yerda LG kirmashillari 7 kiloluk kirmashillarizda tozali umuman ishlatilmagan, farqli qilingan mebellar ham da patologga o'tilganlar. Patolog qismi natija, ark matviy natijalardan foydalangan. Bu yerda pojarniy mestasi, pojarniy aparatni ko'taradilar. Bu yerda galagellari bor. Balkon qismi ham bazlayning. Balkona kafil qilingan, akkuratni, chisti joy ekan, chiroyli. Hozir tepli polda qizib turibdi xonadonimiz. Xolasangiz, registrlarni qo'yib bersangizlar ham bo'ladi. Ishlar ham sifatlisida bo'lganlar, zamoqlar ham yaxshisidan. Birimiz azlar 4'e 3'u 80 razmerda tushgan. Bu yerda registr messalari, azlar to'shkalari, yunuslar bor, gilamlar döşalgan, oyoq tiylari tepli pol. Oboylar ham ajoyib mo'yishi oboylardan patolog qismidan natija qilingan. Lyustralari bor, oynalari plastikman, podogulniklar, jaluzlar hamma tog' holatida kelib to'g'ri yashayveradigan. Joyimizda umuman kamiz joy yo'q, sifatli darajada ishlatganlar. Sizlar shunday joylarni niyat etib yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bir like'larni bosib qo'yasizlar. Kanalimizni podpishka qilib, biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Bu yerning ishlari, sanuzelning ishlari alyumin rammadan, sanuzelan polni krugoy kafil, oyoq tiylari ham kafil, tepli pol, bu yerda suv shilkalari, unitaz, vannalar ham kattasidan qo'yganlar, rakovinaning zo'ridan. Bu yerda smesителlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Vichka joylar ham ishlab turibdi. Patolog qismi natija galagen bor. Gaz suvundan kun muammosi yo'q. Urganch City'ni bilasizlar, o'zini bog'chasi ham, maktabi ham, o'qish ham bor. Yana 3 marshrut ham o'tib turibdi. Xonadonlarimiz yonidan, ko'chalar ham polni asfalt. Domimizda eldinda parkovishli messalari, farzandlar uchun o'yingohlar, kattalar uchun besedkalar. Birimiz zal qismi bo'ladi. Zalimizda ishlari yarmi MDF ishlardan qo'yilgan. Oboylar ham ajoyib mo'yishi oboylardan. Razmeri 3,5 eni, uzunasi 6 metr kattalikda azlar zal qismi bo'ladi. Bilasizlar, 6 metrlik zal hech qaysi bir domimizda yo'q azlar.
Bir de 6 metrlik yine zalı var. Yeni 3,5 katta düşen gilemlerden, ipek gilemlerden birinin Zifler firmanı inverter hılı kondisyonerlere ornatılgan. Taza hemmeci, lüstralar bağ, patolog natijoy, aynalara plastiklama, patagonliklere bağ ornatılgan ezle. Hem yere onaylı acayip mesuda Urgent City Yengi Xorazm köçesinde joylashgan bir de yugologlara mine kaladan çıraylı hılı sezle. Bu tarafta hurmatli vatandaşlar spalni birini disk spalni qilib qo'ysa 274 metr kattalikda spalni aboy qilingan patolog natija illustral bor jaluzlar aynalar plastiklardan padagonlik ham o'rnatilgan azizlar. Azizlar bu yerda отопление sentralni o'zini kotelnisine ega bilasizlar Urgent City kotelnidan qizadi. Ko'prik pol qilingan. Yine takrorlab o'tamiz. Дополнительный registr to'sichalari bor. O'zingiz registr qo'yib registrdan qizdiraman desangiz mabodo. Azizlar kvartiramızın narxını aytib beradigan bo'lsak 530 million so'm aytilib turibdi. Gelib üstüne gelishib olsangizlar bo'ladi. Dokument ishlamdan muammosi yo'q. Dokumentda to'g'ri adlarınızı oformaya qilinadigan azizlar. Qiziqqanlar telefon qilasiz, ekranda nomerlar yozilib turadi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha xayrlab qolamiz.